Bu akalarimizdan bir qator ma'lumotlarni olamiz. Qirg'izistonda Arava rayoniga o'tib keldik hozir. Avtomat reskasi biz O'zbekistondan Namangan bilan Uchqo'rg'on rayonidan o'tdik, xudo xolasa. 15 minut bo'ldi mana. O'tda yonmaydi aka. Suvda ham cho'kmaydi. Malol mana bu yoqda ham yuraveradi. Aka, hozir mashq holati bir sutkada nechta g'ish chiqaradi? Hozir bu tog'amizga уже tayyor qilib tushirib berdilar. Hozir ish jarayoni 1 soat bo'ladi. Abitdan keyin bir 3 soat va bergan pullaringizga rozi bo'lasiz. Bo'pti. Ishlar. Assalomu alaykum Alimov TV podpischilari. Bugun sizlarga obzorimizda gazablok g'ishlari, endi Aravonda gazablok g'ishlari yetib keldi akalar. Buni bu yoqqa paxsadan duvolavurmaysizda. Gazabloklarimiz salqingina va yengilgina gazabloklarimizni o'zimizni Aravonda chiqarayotgan bu akalarimizdan bir qator ma'lumotlarni olamiz. Ko'rib, yaxshisa bemalol mana shu joyga kelib olib ketaverasizlar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, tinchmisizlar? Gazablok haqida bir qator bir ma'lumotlarni berib yuborsangiz, bizning elimiz ko'rib, xudo xolasa, mana shu gazabloklardan xarid qilib uylarini mana shunda qurishadi, xudo xolasa aka. Biz O'zbekistondan Namangan bilan Uchqo'rg'on rayonidan o'tdik, xudo xolasa. Mana shunaqa gazablok liniyalari bo'lsa, kimgadir qiziq bo'lsa, nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Biz xudo xolasa Qirg'izistonda Arava rayoniga o'tib keldik hozir. O'tib, ustanovka jarayonlarini xudo xolasa tugatdik. Mana ko'rib turibsizlar. Bu liniyamiz 10 ta qolipi, avtomat reskasi, suv mishalkasi, 1 tonnalik 10 ta qolib ketadigan nimasi bilan o'tib, xudo xolasa 15 minut bo'ldi mana. Ko'rib turibsizlar, quyib tayyor qilib qo'ydingiz, hozir quyib. Siz uspet qilmadingiz yetib kelishga biz quyib yubordik-da mana. O'sha tayyor holatda, xudo xolasa 3 soatda qatadi, avtomat reskamizga boradi bu liniya bilan. Mana shu holatda mana boradi aka. Borib avtomat reskamizga boradi. Avtomat reskamiz ashida kesish jarayoni bo'ladi. Ha, buni kesib отдельно qilib beradi, aytgan santimetriga. Bu kesib, ruchnoy emas-da, qo'lda kesib, anaqa vaqt ajratmaydi. Buni o'zi avtomat reskada qilib beradi. Mana ko'rib turibsiz. Hozirgi quyilgan g'ishlarimiz bu yerga keladi. Bu yerga kelgandan keyin mana shu holatda kesiladi. Kesilgandan keyin bega o'tadi qolipimiz. Tayyor relsga tushadi o'zi. Baydan suriladi. Mana ko'rib turibsiz. Surilib bu yoqqa ketilaveradi. Baydan chiqqan g'ish taxlanaveradi. Mana shunaqa holatlar kimgadir qiziq bo'lsa, ekranga nomerlar qoldiramiz. Kelib, misol aloqaga chiqsa, xohlasa O'zbekistonda ham ishxonalarimiz bor, o'tib tanlab 20 ta dedim, 30 tami deydi, qoliplarni qo'yib beraveramiz. Bu razmeri necha xil razmerda kesadi aka bu? Bu razmerlarimiz 40 ga 30 kessa ham bo'ladi, 12 ga 30 kessa ham bo'ladi. Troslarni almashtirib olsa bo'ladi peregorodkaga. Ha, peregorodkaga har xil qilib kesib. Peregorodkaga mana shu boltdan chiqazib, biz razmerlarni chizib to'g'rilab qo'yganmiz. 15 lik ham chiqaveradi bunda. O'zi to'g'risi avvallari faqat peregorodkaga ishlatishardi buni. Hozir уже biz o'zimiz ko'ryapmiz, uy qurilyapti-da, uy qurilishga ishlatyapti. Sababi bular yengil bo'ladi-yu, fundamentga yuki ozroq tushadi deb gazablokdan qilinyapti. To'g'risi, qishda issiq, yozda salqinliklari qanaqa aka buni? Aka, bu qulaylik tomoni uyga misol beton qo'ysa hozir yorilmaydi, endi qizig'i. Uyda issiqligini saqlaydi, qishda, yozda salqinligini saqlaydi. Uyda egalariga ham qurilish jarayonlari o'ta tez bo'ladi. Mana O'rta Osiyoda, Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham, Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham qurilish jarayonlari o'ta ko'p. Rosa ishlanayotgan g'ishda bu. To'g'ri. Bu oddiy aholiga ham kerak bo'lyapti hozir. Hozir Qirg'izistonga o'tib, mana shu Aravanga 10 nati, xudo xolasa ko'rsatib berdik. Ko'rib turibsiz, mana ish jarayonimiz, xudo xolasa. Aka, buni chidamliligi qanaqa bo'ladi bu g'ishlar? Chidamliligi haligi mana shu bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Samarangizda ushaydimi, ushameydimi? Shunga ko'p interes bo'lyapti aka. Yo'q, bu penablok emas, bu gazablok. Gazablok mana shu Rossiya texnologiyasi bilan birga bir holatda chiqadi bu. Retsepi bir xil. Hech qanaqa bu oddiy nima emas. Bu oddiy holatda chiqmaydi ham retsepini kamaytirsa. Shu birga bir holatda chiqadi. Mana shu chiqazi bemalol uylarga 2 etaj, 3 etaj domlargacha ham даже ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'laveradi. Suv ko'tarishi, o'tda yonishi. O'tda yonmaydi aka. Suvda ham cho'kmaydi. Suvda o'ziga tortishi nima-yu, lekin atay uqalanib narsa bo'lib ketmaydi. Xo'p, sizga hozir bir joyini ko'rsatib,
pullarini dogovor qilib zakaz qilsa o'zinglar hamma yo'g'ini hech aralashmaydi, tayyor qilib ishga tushirib berasizlar. Mana shu holatda misol zakaz qilinsa, mana betonni qo'yib uголникlarni olib beradi. Uголникni biz установка jarayoni o'zimizdan bo'ladi. Mana shu yerga kelib, место полежания tashlaydi, kelib nima qilib, mana shu bitta qolipga qo'yib, ko'rsatib, установка qilib berib ketamiz aka. Betonda endi uyda egalaridan bo'ladi aka. Berigi ustanovkalari именно mana u nima desa bo'ladi? Mana apparatni ustanovkalari o'zinglardan, tagini egasi tayyorlab beradi, tagini. Yerli egasi tayyorlab berar ekan. Jarayonni mana uголниклarigacha olib beradi. Biz uголникlarni yo'lga o'rnatib, mana shunaqa qo'yib chiqazib, liniyasini aylantirib beramiz aka. Hozir bu tog'amizga уже tayyor qilib ishga tushirib berdinglar. Xudo xolasa tog'am 10 ta qolip olgan. Hozir ishni boshlanishiga hozir yana 10 ta qilsa, 20 ta qolip bilan kuniga 240 ta ishlab chiqarsa bo'ladi. 20 ta qolip bortlari bilan bo'ladimi hozir shunda? Ha, mana shunaqa holatda bo'ladi. Bemalol mana bu yoqqa ham yuraveradi. Ko'ryapsiz? Bu yoqdan quyib keladi bu yoqqa qarab. Mana bu yoqqa boradi. Endi alishib bu yoqqa ketaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Haligi aylanaveradi aka. bir qator qatib olgandan keyin bortini silmat qilib boshqa paddonlarga ketaveradi. Bu shunaqa narsada bu. Shunaqa aka. Tagidagi paddon alohida, bort alohida bo'ladi-da buni. Ha, shunaqa yonboshlarni ajratib, avtomat reskaga olib chiqadida, keyin polyaga olib chiqadi. Polya ashdan tahlab chiqazaveradi aka. Aka, hozir mana shu holati bir sutkada nechta g'ish chiqaradi? 120 ta chiqazadi aka. Bir sutkada. Endi 24 soat ishlamaydi, asosan 12 soat ish. Ertalab asosan ish jarayoni 1 soat bo'ladi. Abitdan keyin bir 3 soat bo'ladi. Ha, bu yog'i keyin qurishini, qatishini kutiladi. Ha, bu 1 soat quygandan keyin hozir qolib ko'rdingiz, shunaqa holatda 4 soat turadi eng kamida. Yo 3 soat, yo 4 soatga qolmay reskaga solinaveradi. Reskadan chiqqandan keyin sразу qolib ketadi. 3-kundan sotuvga chiqaveradi. Endi buni o'zimiz oddiy xom g'ishtlarga qaraganda yoki bo'lmasa pishig'ish bor-ku, pishig'ishlarga qaraganda narxi qanaqa tushadi bu sotib oluvchilarga, g'ishtni sotib oluvchilarga aka? Aka, sotib oluvchi har tomondan yutadi. Olgan odam sababi, misol 1000 ta g'isht olsa, 4 xona yuz olsa. Xom g'ishtda 10 kunda bitirsa, bunda 2 kunda bitiradi. Ha, tez bitadi demoqchisiz. Tez bitadi, ha. Tez bitadi, to'g'ri. 900 mingchi g'ishtni olib borganda o'sha permichkaga chiqib bo'ladi-da. Ish jarayoni o'ta tez bo'ladi. Hali turpoq kavlar loyapga, poyapga bo'lmaydi. Kafelnikilarda urib, bemalol bitiraveradi. Значит, xom g'ishtlarga qaraganda выгодно tushar ekanda, berigi g'ishtlarimizga qaraganda выгодно tushadi, tez bitadi. Davlat standartiga ham javob beradi aka. Hech qanaqa haligi o'ylanib ikkilanishga hojat yo'q. Burchagiga kelib sababi qarab turing, 12 ta g'ishtga 120 kg semen, 120 kg, 110 kg qum, shu 110 litr suv ketadi-da. Endi bitta g'ishtga hisoblaganda 10 kg semen hisoblanadi-da. 10 kg semen вообще zo'r-da. To'g'ri. Agar 10 kg sement bitta g'ishtga kirib ketgan bo'lsa, u zo'r. Вообще zo'r bo'ladi. Zo'r. Xo'p, yana nima ma'lumotlarimiz bor aka? Endi mana shunaqa quyib chiqazib aka, qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaveradi, xudo xolasa. Mana akamizga hozir Hoji akamizga quyib berdik. Ha, aloqaga chiqaveradi. O'zbekiston telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Adreslarimiz Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, sexlarimiz bor. Hoji aka ham borib ko'rdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu gazobloy bo'ladi mana. Bu ish tayyor. Tayyor qilib hozir o'rgatib nima qilib berasizlarda bular. Quydik, mana shu jarayonda bo'ldi. Endi hozir siz uspet qilmay qoldingiz. O'zlari davom etib ketaveradi bular endi, to'g'rimi? O'rgatib qo'ydingiz, tayyor qilib berdingiz. Qo'liga topshirib ketyapmiz-da. Mana baydan keladi aka. Baydan kelgandan keyin bu yoqda kelgan qolibdi, bu yoqqa o'taveradi aka. Aka, narxlarni nima qilamiz? Aytamizmi, aytmaymizmi? Aka, mana shu 10 ta qolib 6000 dollar gapga bo'linatib beramiz. Bu tish jarayonni yushlab chiqazaveramiz. Kargodan o'zlari to'laydi, olib kelib tushirib oladi. Yuk tushirdim degandan keyin biz kelamiz, beton quyib bo'lsa, uстановка quyib ko'rsatib berib ketamiz. Mana shu holat hozir sizni ishingiz, sizni mehnatingiz boya aytib o'tgandek, betonlardan tashqari mana bu uголникlarni egasi olib berdi. Ust holatingiz sizniki bo'lib qolyapti. Necha pulga qilib beryapsiz? 6000 ga qilib beramiz. 6000 dollarga. 6000 dollarga gazoblok biznesini boshlasanglar, mazza aka ukalar, mana shu sohaga kirib olsanglar, o'zingizlarga bir qancha klientlarni ushlab olsanglar, dom quradiganlarmi yoki bir постоянный строительство bilan ishlaydigan ustalarni baylab olsanglar, har doimgidek hali klientlaringiz bor, kerak bo'lsa buni yaxshiroq angarni ichiga kirib olib, qishin yozin to'xtatmasdan chiqarib tursanglar, g'ish bu imенно gazoblok ketaveradigan narsa-da bu. Qishin yozin ketaveradigan narsa. Domlar ko'rib turibsiz. To'g'ri. O'zgarishlar kerak. To'g'ri, o'zgarishlar katta. Lekin g'ish yo'q.
To'g'ri, Hoji to'g'ri. akamiz ham endi oshnasi ikki etaj bino quribdi, qish yo'q, iloji yo'q mana shu yerdan qilib sotsak degan maqsadda o'rnatdi-da. To'g'ri. Nima bo'ldi? Bo'ldi, yakunlasak bo'laveradi. Bo'laveradi Xo'p, aka-ukalar, bu akalarimizning nomerlarini opisaniyada qoldiraman va g'isht kerak deganlarga yoki bo'lmasa aynan mana shuni bir qator o'zim kelib ko'zim bilan ko'raman degan aka-ukalarga hozir sizlarga adresini tushuntirib o'taman. Xo'p, aka-ukalar, bu joyimizga adresga keladigan bo'lsak, adresimiz O'sh oblasti Aravon rayonida bo'lib, Aravon Tepaqo'rg'on trassasida kadastr ishxonasini bilamiz. Ana shu kadastr ishxonasidan Tepaqo'rg'on tarafga qarab ozgina tushganimizda Oq yo'lni bilamiz-a, Oq yo'lni degan yozuv bor. Ana shu yozuvga yetmaymiz. Yetmasdan mana bu do'konlarimiz aynan mana shu yo'lda yurganlarni hammasi biladi. Mana bu ko'chamizga kiramiz. Mana shu ko'chamizga kirganimizda o'ng qo'l tarafda ko'rinib turibdi. 1 2 3-chi uyda bo'lib qolyapti akalar. Mana shu joyga kelib bemalol g'isht kerak deganlar ham aloqaga chiqaverasizlar. G'isht egalari nomerlarini ham opisaniyada yozib ketaman va mana bu apparatlarni ko'rib ketaman deganlarni ham hali ustalarni ham nomerlarini opisaniyada qoldirib ketaman. Bemalol kelib apparatlarni ko'rib biznes boshlayman deganlar bo'lsa, kelaveramiz. Like bilan podpiska esinglardan chiqib qolmasin. Rahmat.